Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz fe'l-i moziyni tuzlanishini o'rganib chiqamiz sizlar bilan. O'tgangi darslarimizda 6 bobni o'rgandik va kalimaning qismlarini o'rgandik. Endi ana shu fe'llarda hammasini 6 bobda hamma kalimaning qismlari bilan qo'shilib, o'sha tuzlanishini o'rganib chiqamiz. Fe'l 3 ga bo'linardi. Nimalarga bo'linardi? Mozi, muzori, amal. Birinchi o'rinda shu moziyda ma'lumi majhuli bo'ladi. Shuni tuzlab chiqamiz. Bir qator tuzlab bo'lgandan keyin muzoriga o'tamiz. Xo'p, demak, fe'l moziyda tuzlanishi birinchi nimadan boshlaymiz ekan? O'sha solim fe'ldan boshlaymiz. Demak, zaraba fe'lining tuzlanishi zaraba, zarabu, zarabat, zarabatta, zarabna, zarabta, zarabtuma, zarabtum, zarabti, zarabtuma, zarabtunna, zarabtu, zarabna. Mana shu shaklda yozamiz va shunday qilib yodlab olamiz. Demak, mana bu qator mana muzakkar ekan, bu qator muannas. Muzakkar, muannas. Mana bunisi ham muzakkar, ham muannasga ishlayveradi. Xo'p, demak, birinchi qatorimiz mufrad hisoblanadi, birlik. Ikkinchi qatordagi musanna ikkilik, uchinchi qatordagi jam ko'plik. Mana bu 6 ta siyg'a g'oyib deyiladi. Mana bu 6 tasi muxotab, mana bu ikkitasi mutakallim, Mana bu so'zlovchi, tinglovchi, bu o'zga shaxs deyiladi. Demak, endi ma'nosi nima bo'ladi? Zaraba urdi bir kishi, zaraba urdi ikki kishi, zarabu urdi ko'pgina kishilar, Zarabat urdi bir ayol, zarabata urdi ikki ayol, zarabna urdi ko'pgina ayollar. Zarabta urding sen bir kishi, zarabtuma urdinglar sizlar ikki kishi, zarabtum urdinglar sizlar ko'pgina kishilar. Zarabti urding sen bir ayol, zarabtuma urdinglar sizlar ikkita ayol, zarabtunna urdinglar sizlar ko'pgina ayollar. Zarabtu men urdim, zarabna biz urdik. Endi zarabani majhuli nima bo'ladi? Zuriba. Zuriba. Demak, mozi fe'lni majhul qilishda nechta yo'li bor, nechta usuli bor? Xo'p, demak, zaraba. Birinchi mozi fe'lni majhul qilish uchun oxiridan oldingi harfni kasralik qilamiz va bundan oldingi barcha harakatli harflarni zomma qilamiz. Nima bo'ldi? Zuriba. Zuriba bo'ldi. O'sha nima deydi? Sulosiy mazid, ruboiylarga o'tganda mana bunda bitta emas, ikkita harf bo'lib qolishi mumkin. Ikkita harf eng ko'pi shu nima qilinadi? Zommalik qilinadi. Demak, zuriba. Endi zuriba fe'li ham shu mana shunday qilib tushlaveramiz. Demak, zuriba, zuriba, zuribu, zuribat, zuribata, zuribna, zuribta, zuribtuma, zuribtum, zuribti, zuribtuma, zuribtunna, zuribtu, zuribna. Mana shu. Endi akala mana bu nima bo'ldi? Kalimani qaysi qismga kiradi? Solim deyiladi. Nima bo'lsa solim bo'ladi? Hamzasi bo'lmasin va ikkita bir xil harfi bo'lmasin. Endi illat harfi bo'lmaydi o'zi. Demak, solim bo'ladi. Endi agar hamzasi bo'lsa, hamza birinchi harfi hamzalik bo'lsa, kalimaning fosida bo'lsa nima deyiladi? Mahmuzul fa. Akala. Demak, akalani qanday tushuntirib beringchi? Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Yaxshi. Majhuli Ukila. Ukila, ukila, ukilu, ukilat, ukilata, ukilna, ukilta, ukiltuma, ukiltum, ukilti, ukiltuma, ukiltunna, ukiltu, ukilna. Yaxshi. Endi mana bu mahmuzul ayn, ya'ni ayn barobar hamzali bo'lganlarda sa'ala, su'ila. Bu ham xuddi tuslanishi solim kabi tuslanadi, faqatgina e'tibor bersanglar nima ekan? Yozilishida farqi bor. Harflar 2 ko'rinishli bo'ladi va 4 ko'rinishli bo'ladi. Faqatgina hamza 9 xil ko'rinishda yoziladi. Shuning uchun hamzani yozayotganda hushyorroq bo'lamiz, chunki u 9 xildan bittasi bo'lishi kerak. Ma'lumida hamza mana bu shaklda yoziladi, majhul bo'lganda su'ila mana bunday shaklda yoziladi. Endi oxirgi harfi, 3-harfi, ya'ni lom barobar hamzali bo'lsa mahmuzul lam deyiladi. Qara'a majhuli nima? Quri'a. Bu nima ekan?
yodi ustiga qo'yilar ekan hamza. Mana shunday shaklda yozilar ekan. Bular ham tuslanishi xuddi mana shu solim singa tuslanadi. Hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi ekan. Endi buni hattoki o'sha nima deydi? Mana bu barmoqlarimizga moslab, eslab qolish uchun qulay qilib olsak ham bo'ladi. Mana bu nima? G'oyib hisoblanadi. Mana bu-chi muxotab, mana bu mutakallim. Demak, zoraba, zorobu, zorobat, zorobata, zorobna, zorobta, zorobtuma, zorobtum, zorobti, zorobtuma, zorobtunna, zorobtu, zorobna. Demak, bu nima? Eslab qolishga qulay bo'ladi. Xo'p, endi mana shu zorobani o'zini yaxshilab yodlab olsak, qolgan fe'llarni ham tuslashimizga juda katta yordam bo'ladi. Mana shuni yodlab olsak, demak, mana bularni ham nima qilamiz ekan? Bemalol tusla olamiz. Xo'p, endi undan keyingi fe'limiz nima ekan? Rodda. Bu qaysi qismga kirardi bu? Rodda. Muzoaf. Ya'ni kalimaning ayn va lom barobari bir xil harf bo'lsa muzoaf deyiladi, sulosiy muzoaf. Demak, rodda fe'lining tuslanishi rodda, rodda, roddu, roddat, roddata, rodadna. Endi mana bu tuslashning ya'ni qulayligi borki, mana shu g'oyib bo'ldimi? Mana shu g'oyibni o'zini yaxshilab tuslab olamiz. Tuslab olgandan keyin mana bu nechta siga qolyapti? 8 ta. Mana shu 8 ta siga mana shu nimaga o'xsharar ekan mana. Ya'ni g'oyibni muannasini jami zorobnaga o'xshaydi ekan. Ya'ni mana shunda keyingi misol uchun ajvof noqis fe'llarda ham mana shunda qanaqa o'zgarish bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa o'zgarish bo'laverar ekan. Demak, mana bu muzoaf fe'lni g'oyibini o'zini tuslabmiz mana. Demak, rodadina. Endi bu yog'ini bo'lib ketadi? Rodatta. Rodattuma, rodattum, rodatti, rodattuma, rodattunna, rodattu, rodadna. Rodattu, rodna. Shunday bo'lib ketaveradi. Endi demak, bunlar o'zgarishlar bo'lar ekan. Rodda fe'li aslida nima bo'lgan ekan? Rodada. Demak, bu yerda idg'om bo'lib ketyapti. Idg'om qilishda mana 3 ta qoidasi bor ekan. Birinchisi lozim, ikkinchisi mamnu man qilingan, uchinchisi joiz. Ya'ni idg'om qilish shart, lozim degani shart degani, mamnu degani mumkin emas idg'om qilish, joiz degani idg'om qilsa ham bo'ladi, idg'om qilmasa ham bo'laveradi. Demak, qachon lozim bo'ladi? Ikkita bir xil harf kelib turib, ikkinchi harfi harakatli bo'lsa, buni idg'om qilish shart. Buni idg'om qilmasa bo'lmaydi. Demak, rodada idg'om qilmoqchi bo'lsak, mana birinchi harfni nima qilamiz? Hop. Demak, rodada idg'om qilish uchun mana birinchi harfni sukunlik qilamiz va rodda bo'ldi va bir-biriga kirishtirib qo'yamiz. Natijada shu rodda bo'lib qoladi. Endi mana bu joyda 5 ta siygada nima bo'lyapti? Idg'om bo'lyaptimi? Mana shu 5 siyga ham qoidasi bir xil, mana shu qoidaga tushadi. Ikkita bir xil harf kelyapti, ikkinchisi harakatlik. Natijada idg'om qilamiz. Idg'om qilish uchun birinchi harfini sukunlik qilib qo'yamiz va bir-biriga kirishtirib tashdidlik qilib qo'yamiz. Bo'ldi, shunaqa. Endi mamnu degani man qilingan. Qachon mamnu bo'ladi? Ikkita bir xil harf keladida, ikkinchi harfi sukunlik bo'lsa, sukun har doim ikki xil bo'ladi. Lozim sukun va oriz sukun. Lozim sukun qanday sukun? Lozim sukun oldindan bor bo'lgan va doim turadigan sukun. Oriz sukunchi harakatlik harfda o'rniga kelgan sukunni oriz sukun deydi. Demak, rodadna bu yerda mana bu sukun qanaqa sukun ekan? Demak, lozim sukun. Demak, buni idg'om qilish mumkin emas. Demak, o'sha rodda ya'ni muzoaf fe'lni uslaganimizda mana bu 5 ta siygada idg'om qilish lozim ekan, idg'om qilamiz. Mana shunda mana rodadna deganda, demak, idg'om qilish mamnu, man qilingan bo'ldimi, mumkin emas ekanmi? Demak, bu qolganlarda ham xuddi mana shu qoida ishlaydi. Bularda ham sukun nima ekan? Lozim sukun ekan, idg'om qilish mumkin bo'lmaydi ekan. Endi joiz o'rinlari bor ekan. Qachon joiz? Ya'ni harakatli harfda o'rniga kelgan sukun bo'lsa, u oriz sukun deyiladi. Misol uchun urdud.
Ya'ni rodada yardududan tardududan amr yasaymiz, urdud bo'ladi. Ya'ni zommali harfni nima qildik biz? Oxirini jazm holatiga olib kelish uchun sukunga aylantirdik. Endi demak buni urdud desak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam xohlasak idg'om qilib olsak ham bo'laveradi. Idg'om qilganimizdan keyin ikkita sukun bo'lib qoladi-da. Endi ikkinchi nimaga harakat berish kerak. Hop, demak, agar sukunga harakat berish kerak bo'lsa, kasra beriladi degan qoidaga binoan ruddi desa ham bo'laveradi. Yoki bo'lmasam eng yengil harakat deb turib, fatha bersa ham bo'laveradi, ruddu. Yoki bo'lmasam mana ayn barobariga o'xshasin deb turib, ruddu deb aytsak ham bo'laverar ekan. Demak, roddani amrini 4 xil aytishimiz mumkin. Urdud, rudda, ruddi, ruddu. Necha xil yo'l bor ekan bunda? 4 xil. Ba'zi bir fe'llarda mana bunisini mumkin bo'lmay qoladi. Qaysilarda? Ya'ni yaf'alu va yaf'ilu boblarida mana bu zomma berish mumkin bo'lmay qoladi. Chunki bunda yaf'ulu buga ayn barobar o'xshasin deb turib zomma berilyapti. Endi yaf'alu yaf'ilu bo'lsa bu zomma bera olmay qolamiz. Hop. Endi mana shu shunday qilib yodlab olamiz buni. Shuni yodlab olaylikki, hattoki o'sha nima deydi? Zo'r qilib yodlaylik. Oddiy misol uchun masalan piyola bor-a? Choy ichadigan piyola. Qani piyolani tuslab ko'rsak ham bo'ladi-da, shunga o'xshatib turib. Demak, piyola, piyola, piyalu, piyolat, piyolata, piyalna, piyalta, piyaltuma, piyaltum, piyalti, piyaltuma, piyaltunna, piyaltu, piyalna. Ya'ni bu bizga nimani o'rgatadi? Mana shuni zo'r qilib yodlab olsak, hali juda ko'p fe'llar keladi. Hammasi shunga tushib ketaveradi, tuslab ketaveramiz, a? Masalan, zorobani o'rganib olganimizdan keyin mana ularni hammasini nima qildik? Shunga o'xshatib tuslaveramiz. Yoki bo'lmasa mana roddani ham mana 5 ta sigada o'zgarish bo'ldi. Qolganida mana nima bo'lib ketdi? Yechilib ketdi-da, idg'om qilish mumkin bo'lmay qoldi. Va qolganlarda ham shunaqa idg'om qoidasi nima ekan? Mamnu idg'om qilish mumkin emas ekan, chunki nima bo'ldi? Sukuni lozim sukunga yo'liqdi. Demak, buni yozib yodlab olamiz. Xudo xolasa keyingi darslarda o'sha misol, ajvof, noqislarni sizlashni o'rganamiz inshaalloh.